Blackpink konsertiga bilet necha pulga tushdi? Ikkinchi qism. Jamoaviy chiqish tugagandan so'ng navbat solo chiqishlariga keldi. Dastlab sahnaga Jisoo chiqdi. U o'zini nafisligi va sokin ovozi bilan tomoshabinlarni sehrlab qo'ydi. Undan keyin esa energiyaga to'la Lisa chiqdi. Uni raqsi va harakati butun stadionni hayajonga soldi. So'ng navbat meni ilk muhabbatim Jenniga keldi. U chiqqan payt zal butunlay jonlanib ketdi va nihoyat konsertning nozik lahzasi Roze'ga keldi. Har birining chiqishi o'ziga xos jozibaga ega edi, lekin Roze'ning apati hitini rosa kutgan edim va men kutgan daqiqalar ham keldi. Solo chiqishlar yakunlangach, yana jamoaviy sahna boshlandi. Konsertda eski va yangi ashulalar ijro etildi. Ishoning, videoda ko'rgandan jonli ko'rish yer bilan osmonchalik farqi bor ekan. Shunday qilib 2 soatlik konsert ham bir zumda o'tib ketgandek bo'ldi. Konsert nihoyasida osmonda dron shousi boshlandi. Bugungi sana hosil bo'ldi va blinklarning raqsini jonli tarzda ko'rsatishdi. Shu payt biz ham hamma turib ketishdan va yo'llarda probka hosil bo'lishidan oldin tezroq keta qolaylik dedikda tashqariga chiqdik. Ammo birdan stadiondan baland qarsaklar va hayqiriqlar eshitildi. Bilsam Blackpink yana sahnaga qaytgan ekan. Men ham stadionga qaytdim. Bu safar birinchi qavatga tushgan edim. Bu yerdan sahna yana ham yaqin ekan va men ularni yaqindan ko'ra oldim. Shunday qilib minglab taassurotlar bilan uyga yo'l oldik. Bu kun rostdan ham unutilmas bo'ldi. Aytgancha konsertga chipta narxi bir kishiga $200 tashkil etdi. Videoga like bosgan barchaga ularning konsertida bo'lib qolishini tilab qolaman. Xayr.